Noxin Team, hammalarga xayrli kech. Bu videoni kechqurun yozyapman. To'g'ri tushunasizlar. Maksimalni sizlar uchun harakatda, hammasini tushunishinglar, maksimalni o'rganishinglar uchun. Xo'p, o'rtoqlar, biz Flipni ko'rdik. Videosini ko'rdinglar, Flipni qaysi holatda ishlaydi. Ya'ni mana bozor o'sib ketyapti. Oxirgi marta sell ketish kerak edi. Selllar reaksiya olib buzib ketdi. Demak, mana bu yerdan o'zi flip entry olishimiz mumkin. Failed reaction FR belgilab. Xo'p, hozirgi holatda qaraymiz. Chuqurlashmaymiz unaqa. Faqat uzun flip entrylarni o'zini qaraymiz. Bozor kichkina noxin sindiryapti. Qani nima qilar ekan? O'zi sindirdi. Yana bitta strukturni sindirdi. Xo'p, strukturni sindirgandan keyin bozor strukturni sindirgandan keyin bizani minimum bu yoqqa ko'chib o'tdi va minimumdan mana bu yerda o'zi razvorat qildi. Mana bu yerdan olishimizdan oldin mana bu blokni bossak bo'ladi. Narxi tushirishga harakat qilib ta'sir qiladi yoki soyasini o'zini fraktal qilib bizani supply zonamiz nima qilyapti? Narxi tushirishga harakat qilyapti. Demak, narxi tushirishga harakat qilyapti. Polностью bu yoqdan olishimiz mumkin. Polni range yoki bittadan pivot qilib nega qatga buy chiqishga. O'zi mana flip bor. Bizda flip mavjud. Flip salto mavjud. Ya'ni bu yoqda qanaqa holat bo'lyapti yaxshilab qaraydigan bo'lsak, bozor tushib, supply zonadan sell ketish kerak edi. Bu yoqda tekis o'zi mana misol uchun razvorat qiladigan bo'lsa ham tekis buzmayapti-da, kelib mana bu supply zonadan reaksiya olib keyin buzyapti. O'sha mana bu yerda flip shakllangan. Hali likvidni darslarda buni ham zo'rlarini o'tiladi va mana bu yerda bizda FR shakllanyapti. Failed reaction bor. Endi o'sha mana bu yerda o'zidan savdoga kirsak bo'ladi. Bu ko'proq mana bu holatda zo'r ishlab beradi. Mana bu blok chizadigan bo'lsak, nima bo'lyapti? Ishlagan bo'lib qolsa, mana bu flip o'zini ishlatib, flip o'zidan ketishimiz mumkin bo'ladi. Likvidni shakllantirib beryapti bu. Mana bu blokimiz ishlash uchun narx yurg'izamiz. Bum, mana. Ya xohlaganlarimda svechani o'zidan yoki soyasidan fraktal ushlash mumkin bo'lgan. Endi umumiy ko'rib o'tamiz bu yoqda. Ya'ni flip qanday shakllanishini men bitta lab iloji boricha ko'rsatib beraman. Xo'p, keyin yana flip qanday shakllandi bizda. Mana bu bitta flip bor, qaranglar, bozor aytaylik, mana bu yerda strukturni sindirib o'tyapti-da. Bu bizning minimum, bozor maksimumni yangilash kerak edi. Maksimum yengilgan bo'lsa, bizda ekstremamdagi demand zonalar bor. Shu demand zonalardan sell ketish kerak edi. Bozor nima qilyapti? Bu bloklarga kelib, reaksiya olib, keyin buzib ketyapti. Endi bozor keyinchalik keladigan bo'lsa, qaysidir holatda unga reaksiya beradi deb ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bizda yana qana flip bor. Mana bu yerda ham olsak bo'lar ekan. Bozor har safar aytaylik noxin bo'lsa ham mana minimumni yengilab kelyapti. Oxirgi marta bu yoqda ham yengiladi. Bu bizani mana maksimum, bizani mana minimum deb oladigan bo'lsak, bozor o'zi orqaga qaytish boshlagan. Orqaga qaytganidan mana bu yerdagi hozir blokini chizib oling. Mana bu blokdan o'zi sellga qarab ketish kerak edi. Mana shu blok o'zi bundoq kelib sellga qarab ketish kerak edi, lekin keta olmasdan tepaga qarab buzib o'tib ketdi. Tepaga qarab buzdimi, demak, o'zi orqaga qaytib ketishdan oldingi mana pivot zona qilib bitta dona svechani o'zini bundoq blok qilib olish mumkin bo'lgan. Reaksiyasini bu olgan. Keyin bundan tashqari mana bu yerda ham mana bu blok ishlamagan, keyinchalik ishlashi mumkin bo'lgan. Bozor mana yetib kelyapti. Mana bu yerda polni razvoratini qilyapti. Endi strukturaga e'tibor bermayapmiz. Polni razvoratini qilyapti-da, tekis buzib ketmayapti. Kelib, orqaga ozgina qaytib, keyin buzyapti. Ya'ni mana bu yerda flip FR shakllanyapti, ya'ni flip bor. Ya'ni reaksiya bor-da, mana blokdan reaksiya olib, keyin buzyapti. Ya'ni muvaffaqiyatsiz reaksiya bor. Buni bundoq keyinchalik polностью range yoki bittadan pivot qilib oladigan bo'lsak, keyinchalik ta'sir qilgan bo'lishi kerak. Qani ko'ramiz hozir. Вот mana. O'zi keyinchalik unga ta'sirini beryapti. Xuddi shu holat mana bu yerda ham sodir bo'lyapti.
mana bu oxirgi mana misolchi полностью range bay chiqishga o'zi mana bu yerdan bozor bay ko'tarib kelyapti. Bu yoqda tega olmagan ekan. Agar aytmoqchi bo'lganim bu narsa bo'lishi mumkin edi. Bozor kelib bunday reaksiya olib, keyin buzib ketayotgan bo'lishi mumkin edi. Xo'p, yana flip qaraydigan bo'lsak, asosan bunday ham strukturaga e'tibor berib, keyin qaralib, mana bu yerda ham olishimiz mumkin. Misol uchun flip bunday olib, flip bunday tortadigan bo'lsak, svet bozor o'sib kelyapti, blokka tegib reaksiya olib, keyin buzyapti. Mana xuddi shu holatda mana blokka tegib, orqaga keyin buzayotgan paytda mana bunday chizganimizda bozor bum olib ketadi. Flip. Keyin yana yo'lda qaraydigan bo'lsak, juda ko'p fliplar mavjud lekin. Juda ko'p. Lekin hammasi ham ishlavermaydi. Bizga ishlaydigani kerak bo'ladi. Fliplarni biz iloji boricha qaysi holatlarda olishimiz kerak, qaysi holatlarda bizga kerak bo'ladi. Mana zo'r flip bo'lgandan keyin endi bu yerda flip entry hali uni keyin liquidnessda ko'radigan darajada mana inside bar switchdan bozor reaksiya olgan, mana orqaga reaksiya olib, keyin uni buzib ketib, orqaga qaytib keyin ushlagan. Ya'ni bu yerda mana bu liquidnessga aylangan, uni yechgandan keyingi tepadagi bu flipdan ketyapti. Даже buni mana bu ta'sir qilishi ham mana bu blokka bog'liq bo'lganda, mana bu blokka bozor kelgan, bu yerdan ozgina reaksiya olib, keyin buzyapti. Mana bu yerda FR bor, failed reaction bor. Reaksiya olib, keyin buzilyapti. Bozor keldi, bitta qaytib ushab ketyapti. Mana bu maksimum bizga liquidness bo'lib bergan. Bu mana qaranglar, uchib ketgan pastga qarab. Yo'lda qaraydigan bo'lsak, yana qatta bor ekan. Mana yana qaranglar. Bozor har safar strukturani minimumni yangilab kelyapti. Mana bu yerda teskari rangli secha blok bo'lib bergan. Bu blokdan bozor sell tushga harakat qilgan, mana tushib, baribir buzib o'tib, yo'lda ham davom etib ketyapti. Mana failed reaction bor. Bozor mana bu blok bunday chiziladigan bo'lsak, mana blokka bitta ushlab bum ketyapti. Ko'ryapmiz, o'zi bozor mana har safar bozor aytaylik mana tushib kelyapti, qaytib tushundira olmasdan ozgina reaksiya olib ketyapti, qaytganda mana bu yerdan olinadi. Yoki bo'lmasa bozor mana o'sib ketyapti, har safar qaytganidan olish kerak edi, buzib o'tib ketdi, qaytishda bum olinadi. Juda ishlasa bo'ladi, zo'rnisi o'zimizdan foydalanamiz, unaqa qiyin narsa emas. Yana mana bu yerda ham bor ekan, mana inside bar switch. Sal blok olamagan, agar mana bunda olganimizda blok bo'lishi mumkin. Mana blokdan bozor keldi, reaksiya olib, baribir buzib ketdi. Failed reaction bor. Failed reaction bo'lgandan keyin mana bu ekstremalidagi pivot switchiga bunda blok qo'yib, bum. Ya'ni o'zi biz ko'rdik, bozor mexanikasi nima sababdan ishlashi va shu orqali bozor mana bu tepaga pastga ishlanadi va mana bu yerda ham mana qisman flip bor, lekin bu agar sevchani yo'qotsak sal tushunarli bo'ladi, bittalar o'chirib. Xo'p, mana pastroqda mana bu pivot switchi bor, blok bayga chiqaradigan. Bozor mana keldi-da, orqaga reaksiya olib, bitta kelib, bitta qaytishidan o'sha nima bo'lyapti, reaksiyasini o'ziga, ya'ni flip o'ziga bunday tortilib entry ketdi. Mana bu yerda mana qisman ishlagan ekan. Mana bu yerdan mana pivot qilib blok oladigan bo'lsak, bozor nima qildi? Keldi, orqaga qaytib keyin buzyapti, flip shakllandi. Mana полностью flip tortadigan bo'lsak, bozor kelib, ozgina reaksiya olib, baribir ketdi. Bu joyi o'zi ham flipga aylanib qolgan, lekin bu yoqda narxga ta'sir qila olmagan ekan. O'sha 2-3 martalab flip bo'lib ketgandi. Xuddi shunaqa o'rtoqlar, qo'shimcha savolinglar, taklifinglar bo'lsa, Discordga yozib qoldiringlar. Biz qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Mentorlarimiz bor. Kirib bemalol fikr almashishinglar mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat.